va nihoyat kelib joyiga tushdi. O'sha kommentariyalarga sababchi bo'lgan ko'pchilik yozgan, bitta mashinani puliga turadimi shu degan. Xudo xolisi kelib mana raketa holatiga keldi. Xudo xolisi bu raketamiz uchmaydigan raketa va tinchlikka xizmat qiladigan. Bu bir endi shunaqa asbob uskunalar оборудованиyaning bir qismi edi. Shuning uchun ham shu joyi bir bizda yo'q bo'lgani uchun shu truba biz topolmaganimiz uchun olib keltirdik. Bizga ham bularsa u yoqdan olib keltirish qiziqmas edi, noilojlikdan olib keltirdik. Bo'lganda olardik. Qisqasi, mana shu bir qismi, qolgan qismlari o'zimizda bor, shuning uchun buni olib keltirdik. Va joyiga tushdi. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, mana shunaqa ma'lumot. Shu masalamiz shu yerda to'xtadi. Bas bu yoq endi ishga tushib ketgandan keyin bir xudo xolisa video qilamiz. Kimga qiziq, kimga qiziq emas. Sog' bo'linglar.